Greetings komandasining ashaddiy muxlislari 28-aprel va biz o'z tabriklarimizni boshladik. Bugun Ibrohim aka va Soliha oylarining tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun ularning dadalari No'monxon aka va Nasibaxon ona, Ozodxon aka va Sherzodxon akalar nomidan tabriklash uchun keldik. Bizdan uzoqlashmang va sog' va omon bo'ling. Bosganda mahkam sendek axir kim g'amiydi menga sirdosh jigar. Assalomu alaykum hurmatli amakijonlar, otajonlar. Bugungi yig'ilishda barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana shu bugungi tug'ilgan kunni sohiblari qani? Sohibalari. Assalomu alaykum. Keling akajon, yonimizdan turib oling. Yaxshimisiz? Tavallud ayollaringiz muborak bo'lsin. Ilohim bunday kunlarning ko'pini ko'ring. Topingchi bugun sizni tavallud ayyomingiz bilan tabriklash uchun kimning nomidan keldik? Akamni. Rahmat katakon. Bugun sizning tavallud ayyomingiz bilan tabriklash uchun dadangiz No'monxon aka, onangiz Nasibaxon ona, Ozodxon aka va Sherzodxon akalar nomidan keldik. Ilohim akangiz aytdilar, ilohim mana shu ukam men uchun juda ham mehribon. Ilohim baxtimga sog' omon bo'lsin. Ukamni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim mana shu yoshlarni ko'plarini ko'rib yursin dedilar. Va sizga atab ajoyib bir she'r yozgan ekanlar. O'sha she'rni aytib beraman. Ko'ksim to'la armon edi. Quchog'imga o'sganda mahkam sendek axir kim g'amiydi? Menga sirdosh jigarim ukam. Dunyo ishin qo'ygin bir chetga, tolmasra shunday bir kam. Dunyo bugun borlar, ertaga bo'lmas. Dardkashim, sirdoshim, mehribon ukam, ming bor shukr borliging uchun, hol so'raysan borim deb akam. Men g'amlarga botayin nechun? Sen yonimda dardkashim ukam deb ajoyib she'rlarni aytib qoldilar va sizga beradigan ajoyib Qur'oni Karim kabi ajoyib bir sovg'alari bor ekan. Marhamat, o'shani taqdim etamiz. Va hammaga rahmat katakon. Ilohim bunday yoshlarning ko'pini ko'ring, yuzlariga kiring va akajoningiz, otajoningiz va onajonlaringiz baxti uchun ajoyib kunlarni ko'rib yuring deb niyat qilib qolamiz va barchangizni mana shu davradagi barchani raqslarga, quvnoq, sho'x o'yin kulgiga taklif etamiz. Marhamat.
Onajonlar, ammajonlar, barchangizni bugun davramizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yaxshimisizlar? Bugun mana Ibrohim akamizni tug'ilgan kunlari ekan. Ibrohim akani tavallud ayyomlari bilan qutlash uchun keldik. Barchangizga mana shu davrada yig'ilib turganingiz uchun kattakon rahmat. Ozodxon aka ukalari uchun ajoyib bir she'r tayyorlagan ekanlar. O'shani barchalaringizning ko'zlaringiz oldida aytib bermoqchimiz. Marhamat eshitinglar. Ko'ksim to'la armon eriydi. Quchog'imga bossam mahkam, sendek axir kim g'amim yeydi? Menga sirdosh, jigarim ukam, dunyo ishin qo'ygin bir chetga. To'lmas sira shundayin bir kam. Bugun borlar bo'lmas ertaga. Darlashaylik sirdoshim ukam. Ming bor shukr borliging uchun. Hol so'raysan, borim deb akam. Men g'amlarga botayin nechun? Sen yonimda tarkashim ukam. Mana shunday gulduros qarsaklaringiz ostida ukajonlarimiz va akajonlarimiz, onaxonlarimiz barchamiz mana shu kunlarga keyingi yil ham yetib yurishimiz nasib etsin ilohim. Ilohim. Mana endi barchangizni ajoyib sho'x taronalarga raqsga taklif etamiz. Marhamat. Kız. Yedim ben torbusunda. Katta bu.